Mana qorabayir otlarini qorabayir debman, nima Chavandozlar maktabidan mana shu otlarga mana shu arpalar beriladi, mana sabzilarni qo'shib beriladi ekan, chunki bu otlar vitamin bo'ladi, ishtahasini ochadi sabzi, shundaymi? Piramidasi qo'shilgan chiga. Nima? Ishtaha ochuvchi vitaminlar ham qo'shiladi ekan, shuning uchun otlarga ko'z tegmasdan eti juda yaxshi. Ko'p ekan ot xullas. Bu yerda ham mana ot nima ot bu paroda? Bu nima ot? Bu ekanmi? Katta ot. Xullas otda hamma turi bor ekan. Mana shu yerga kelib ham ot minishingiz, ham xohlagan otingizni minasiz. Pulini to'lagan holda. Shu 1 soatiga qancha bu soat minish? 45 minutda 100 ming so'm. 45 minutda 100 ming so'm ekan. 1 soat darslik vaqtida 100 ming so'mga ot minasiz, lekin rosa maza qilasiz. Mana shu ponicha, bu yosh edi shekilli. Mana shu aniq mi? Mana qochib keldik olib bordi. Buyilma. Bolasi edi. Odil Cho'g'onni mana shu ponisi bor, bilasiz, o'g'lim minib yuradi, mana ko'k poni. Xullas mana shu bu biya ola shuni shunga qo'yib kelgan ekan. Bu yil yana bo'g'ozmi yo'qmi bu? Yana shunga qochirib kelgan. Mana bu Katta otgan. buni o'zi ana chop qilgan. O'zimiz qo'ydik. U Mana bu bolasi, Odil Cho'g'on. bo'ldi. Buni o'zingiz olib keldingiz buni ham. Ikkovi birga kelgan. Bu juda kichkina. Bu qayerda ponisi bu? Poni ham ko'pda. Shotlandskiy bor boshqa. Paroda Shotlandiya. Shotlandiya? Kichik bolalar Shotlandiya. U o'shanaqa sovuq, hashak kam joy. Bu bolasi-ya. Bu otasiga o'xshab onasiga tortibdi. Bu Odil Cho'g'onni o'sha boyagi ponisini bolasi. U ko'k edi, menimcha adashmasam. Bar ko'pincha bilsangiz 90% onaga tortadi. Onaga tortar ekan, ot biyadan deydik. Endi bu necha kilogacha ko'taradi o'zi ponilar? 40 kiloya. Yosh bochalar minib o'rganishga yuvosh lekin bular. Juda yuvosh bular. Chunki men ko'rdim bu. Sipsat bilan bo'ladi. Hozir endi nechta ot biya bor bu yerda aka? Shu yerda. Общий mana shu Chavandozlar maktabi hisobi. Chavandozlar maktabi. Ancha ko'payibdi-ya, ko'z tegmas. Bor, 4 ta biyamiz bor. Mana xullas, mana shu Chavandozlar maktabiga kelsangiz, mana ot minish sirlarini, saboqlarni o'rganasiz. Mana malakali murabbiylar bor. Mana shu otga qiziqadigan yoshlarni qayerga borib ot minsak deb aytishadi. Mana shu otni tur-turi bilan ponidan tortib katta boya Vladimir Bahaybat otlar ham bor. Ahal tekin o'zbek otlar ham bor. Qorabayir. Xullas, Chavandozlar maktabiga keling va mening sizga YouTube